Olmazor tumani Farobiy ko'chadan sizlarga 3 sotuvlik joyimizni topib qo'yganman akalar. Bu yoq tarafimizda akalar betonkamiz bo'ladi. Bu yoqdan Beruniy metroga chiqib ketamiz. Mana shu joyimizni sotuvga chiqyapti. Umumiy 3 sotuv, hamma qulayliklari bor. Ikkita oila uchun juda ham zo'r. Bu yoq tashqarimizni o'ziga akalar, ikkita mashinaga bemalol joy qilib qo'yilgan. Bu yoqda darvozaxonamiz bor, elektronlik qilib qo'yilgan. Bu yoq tarafimizda zelonная zona, uyimizga kirib kelamiz akalar. Katta zelonная zona. Bu yoqda o'tiradigan joylari, ikkita mashina uchun joylarimiz bor. Bu yoq tarafimizda sanuzolimiz joylashgan bo'ladi. Bu yog'imizda umumiy 3 ta xona, bu yog'imizda bitta xona, oshxonalar bilan joylashtirib qo'yilgan. Dabchanная zona, o'zingizlar ko'rib o'tishingiz mumkin. Letniy oshxonamiz qilib qo'yilgan. O'zini o'tiradigan joylari bilan sizlarga bu yoq tarafimizdan bitta ko'rsatib beraman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasiz. Uyimizni sizlarga ichkari qismidan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirib kelamiz. O'kada chap qo'limizda detskiy spalnimiz bor. O'zini mebellari bilan jihozlanib qo'yilgan. Ko'chaga qaragan oynalari bor. Hamma qulayliklari qilib qo'yilgan. Yonginasida zalimizda joylashgan bo'ladi. O'zingizlar ko'rib o'tishingiz mumkin. Hamma qulayliklari bor. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Hamma shart-sharoitlari qilingan. Okalar, spalnimiz bilan zalimizdan boshqa hamma joyimizga tepli pol qilingan. O'zingizlar ko'rib o'tishingiz mumkin. Zalimizda o'zini sanuzoli bilan birga. Sanuzollari ham katta qilib qilingan. Sharoitlari juda ham yaxshi, hamma qulayliklari bor. Endi sizlarga naryo tarafidagi xonalarni birma-bir ko'rsatib beraman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Okalar, bu yoq qismimizdan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirib kelamiz akalar. To'g'rimizda podvalimiz joylashgan. Yonginasida akalar spalnimiz joylashgan. Ota-onalarimiz uchun o'zini sanuzol qismi bilan birga eng oxirgi xonasi ayollarimiz uchun oshxonamiz bo'ladi. O'zini mebel texnikalari bilan jihozlangan. O'tiradigan joylari bor. Shu uyimizdan ikkalasini ham tega akalar selli podval qilingan. Hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammosiz, yo'lni yuzidan akalar 100 metr shunday o'ngga qayrilgan edi-da. Hamma shart-sharoitlari qilib qo'yilgan. Xonadonimizni sizlarga 185 ming dollarga berib yuboramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar akalar.